Mani постоянно qiynab keladigan bitta prям problema bor. Menga keladigan patsientlarni 99% hammasini badani qurib ketgan. Hammasiniki. Iltimos, uvlajnять qilinglar. Bu bitta bizani organ faqat yuz emas. Bitta katta organ koja. Uni uvlajнять qilish kerak. Eng arzon metodi реально zo'r krem bor. Любой joydan, по-моему, sotib olsa bo'ladi. И arzongina perchatka bor. Sho'milasizlar, yaxshilab eski terilarni perchatkada olib tashlaysizlar. O'sha kremni artingandan keyin badan qurib ketish kerak emas. Сразу namligida surish kerak. Ichiga yaxshi впитываться qiladi. Четкий rezultat bo'ladi. Bir hafta shuni qilishsa, и вообще u постоянно shuni qilishsa, havo issiq, suv yomon, klimat kir. Kechir bu badan ham bizaniki-yu. Mana krem. Oddiygina, lekin реально zo'r krem. Подростковыйdan katta yoshlilarga ham cham bo'ladi. Qo'l, oyoq, badan hamma joy qat qurib ketadi. Hamma joy quriydi o'zi. Hamma joyga surish kerak. Yuzga особый уход, yuzga to'g'ri kelmaydi u krem, badanga suringlar.